Azizlar, assalomu alaykum. Mana sizga yaxshigina budjetli variant chiqdi. Vokzalda, shaharning qoq markazida. Buni olib shundoqqina arenda bersangiz ham bo'ladi. Qani ketdik obzorga. Uyimizning kirish vhodimiz, uyimiz полностью evromontaj o'rnatilgan. Chap tomonimizda garderobni zona o'rnatilgan, o'ng tomonimizda sanuzel joylashgan, marhamat. Ariston o'rnatilgan дополнительный. Shundoqqina kirib kelishda prixожий zona, bu как zal desa ham bo'ladi. O'zini mahkam mebellari bilan birga. Chap tomonimizda детский комната bor, 2 kishilik, mahkam divanlari bilan. O'zini stroyni shkaflari, kattalar yotoqxonamizda ham полностью akamiz remontini qilib qo'yibdilar. Faqat shu televizorni bitta ilib qo'yish kerak, xolos. Ayollarimiz uchun termos zona o'rnatilgan. Shunaqa chiroyli remont bilan va oxirgi xonamiz ixchamgina oshxonamiz. Oshxonamizda ham hamma kerakli jihozlar bor. Yangi ishlatilmagan stolniy mashina, deysizmi, moyka, gazli plita, xolodilnik. Uyimizda полностью двухкомнатный kotol bor. Uyimizning manzili bo'layapti vokzal. Shundoqqina Stella magazining tepasida 7 qavatli binoning 7-etajida 49 kvadrat metr, narxi esa 59500. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomerlarga sochni aloqaga chiqamiz. Hammaga rahmat. Like va podpiskani ayamanglar.